Aziz do'stlar, shu darajada ham tez bo'lasizmi? Men endi videorolikni yuklab sizlardan 3000 ta like so'ragandim va tinchgina 2-3 hafta dam olaman deb o'ylagandim, lekin siz 4 kunda 3000 ta like ni yig'ib qo'ydingiz. Va allaqachon siz 3-qismini talab qilyapsiz. Bilasizmi, juda qiyin jarayonlardan biri buni ssenariysini yozish, alohida uxlamasdan 6 soatlab ovozlashtirish va eng qiyin jarayonlardan biri montaj qilish. Ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi va bu tezlik meni juda qiynashni boshladi. To'g'risini aytaman, ko'chani qanday ko'rinishini ham unutay dedim va eng asosiysi havo olish uchun men alohida derazani ochib qo'yapman. Juda qiyin holat. Bilasizmi, menda juda zo'r taklif va yechim bor. Aynan Qora Klaverni 3-qismini ovozlashtirishni ishongan tog'im 4-devor kanaliga beraman. Video esa 4 kundan keyin aynan mening kanalimda va shu yerga joylanadi. Bilasizmi, sizdan like va podpiska. Biz esa davom etamiz. O'sha kuni kechqurun dasturxon xuddi kartoshka bayramidek yasatildi. Hamma yoqda kartoshka. Ruhoniy ota mehmonlarni rosa mehmon qilgisi keldi-da. Salim esa bir tishlab ko'rdi va Lili opaning oshpazligiga qoyil qolib, "Wow, bu xuddi Gardon Ramsiyning ovqati-ku" deb maqtovni yog'dirib tashladi. Ota bo'lsa, "Olinglar, tortinmanglar, kartoshka oshqozonga dori." Lekin bizning aslzoda Klauschi, u burnini jiyirib bunaqa oddiy ovqatni mensimay o'tiribdi. Mimoza bo'lsa, "Voy, bu kartoshka odamni rosa chanqatar ekan-a" deb suvni qidirib qoldi. Keyin esa ota faxrlanib ketdi. "Bilasizmi, bularning hammasi Yuno yuborgan pulga keldi. O'g'limiz birinchi maoshini jo'natib, bolalarni qornini to'yg'azdi. Baraka topkur." Asta bo'lsa darrov norozi. Ota, pulimiz bor-ku, kartoshkadan boshqa narsa yo'qmi?" deb nolishni boshladi. Ota esa, "Noshukur bo'lma, mana Yuno kartoshka yeb shunaqa kelishgan yigit bo'ldi-ku, sen ham ye" deb og'zini yopdi. Lili opa Yunoga alohida rahmat aytdi, chunki u yuborgan pulga nafaqat ovqat, balki uyni poliyu quduqni ham ta'mirlashibdi. Shu payt Yuno qiziqib qoldi va xo'sh, asta qancha yubordi? Ota buni eshitib ko'ziga yosh oldi. Bechora Lili opa aytgisi ham kelmayotgan edi, lekin Yuno qo'ymagach quloqlariga pichirladi. Buni eshitgan Yuno shokka tushdi. "Nima? Asta mendan o'tib ketibdi-ku" deb keyingi oy hamma topgan pulini jo'natishga va'da berdi. Raqobatni qarang-a. Lili opa esa murojaat qilib, "Qo'y, shart emas, o'tgan oy yuborganing o'zi yetadi" desa ham Yuno baribir o'z so'zida turib oldi. Haqiqiy erkak. Shu payt Klaus soatga qarab, "Salim, bo'ldi, ketdik, kech qolamiz" deb shoshirib qoldi, lekin Salim janoblari ketgisi yo'q. Bu ekzotik kartoshka taomlari unga qiziq tuyuldi shekilli, qornini o'ylashni boshladi. Lili opa Salimga suv quyib beraman desa, grafin bo'shab qolibdi. Yuno, "Men olib kelaman" deb otildi, lekin Lili opa "O'zim qilaman" deb unamadi. Tashqariga chiqishdan oldin esa Salim o'zini ko'rsatib qo'ydi. Tashqari juda sovuq deb yelkasiga qimmatbaho plashni Lili opaga yopib qo'ydi. Voy, romantikani qarang-a janoblar. Asta esa Salimga qarab, "O, haqiqiy oliy janob-ku, qoyil" deb turgan edi, lekin birdan g'ambur-g'umbur bo'lib qoldi. Lili opa "Suv olib kelaman" deb tashqariga chiqqandi, lekin kimdir uni shartta o'g'irlab ketibdi. Yuno ovozni eshitib o'qday otilib chiqdi. Qarasa, opa yo'q. Klaus esa yerdan bitta belgi topib oldi. Bu ertalabki bezorlarning bosh suyagi rasmi tushilgan belgisi edi. Salim esa darrov fahmladi. Voy, ular mening plajimni ko'rib Lili opa men deb o'ylashibdi shekilli. Ana xolos. Bolalar qo'rquvdan titrab qolishdi, lekin Yuno ularni tinchlantirdi. "Qo'rqmanglar, opani albatta qaytaraman" deb murojaat qildi. Ruhoniy ota ham supurgisini ko'tarib, "Men ham boraman" deb jahl qildi, lekin Yuno, "Yo'q ota, siz bolalar bilan qoling, bu mening ishim" deb yakka o'zi ketadigan bo'ldi. Lekin Klaus Yunoni yo'lini to'sib, "To'xta, bizning vazifamiz Salimni qo'riqlash, hoziroq ketishimiz kerak, bu yerdan tuyog'imizni shiqillatamiz" deb turib oldi. Asta buni eshitib tutab ketdi. "Nima qilyapsan, to'rt ko'z" deb baqira boshladi. Mimoza ham Klausni ko'ndirmoqchi bo'ldi, lekin Klaus qaysardi. "Bu ishni mahalliy soqchilar qilsin va biz esa aravaga o'tirib ketdik" dedi. Mimoza noiloj rozi bo'ldi, lekin bu boshqa masala. U buyruqni buzsa ham mayli, jazo olsa ham mayli, lekin Lili opani tashab ketmayman deb qat'iy gapirib gapni tugatdi. Yuno supurgisiga minib vishuv etib uchib ketdi va darrov dushmanlardan biriga duch keldi. Qarang-a, bu yaramas Yunoning ismini bilar ekan. Darrov tosh sehri bilan unga hujumga o'tdi, lekin bizning Yuno chaqqon chap berib o'zining bo'ron sehri bilan uni bir urib qulatdi va yana 4tasi qoldi deb o'yladi va birozdan keyin boshqasi uni suv tuzog'iga tushirdi. Ana endi Yuno tushundi, bularning asl maqsadi Salim emas, aynan Yuno bo'lgan ekan. Dushman esa uni suv shariga qamab cho'ktirmoqchi bo'ldi. Bo'ldi, tamom deb o'ylagan edim, lekin yo'q. Yuno suvdan osonlikcha chiqib, dushmanni o'z quroli bilan dog'da qoldirdi. Keyin esa yerdagi izlar
yigitlarga qarab yo'lni davom etdi. Haqiqiy detektiv. To'satdan viz etib muz nayzalari uchib keldi. Yuno zo'rg'a daraxt orqasiga o'tib ulgurdi. Hujumchi esa laqqa tushding deb mazax qilib o'sha daraxtni ham sindirib tashladi. Keyin esa u kattakon muz tog'ni chaqirdi, lekin Yunoning shamol nayzasi uni yo'q qilib yubordi. Dushman o'zining muzlarni tagida qolib ketdi. Battar bo'lsin. Endi faqat ikkitasi qoldi. Shu payt Yuno xarobalar ichida yaltiragan nurni ko'rib qoldi. Yugurib borsa, Lili opa asrda bitta ovchi yaramas, hozir uni yuzini kuydiraman deb qo'rqityapti. Yana bittasi esa pistirmada poylab yotibdi. Vaziyat esa juda qaltis. Eslasangiz, Lili opa doim Yunoga kuchingni yaxshilikka ishlat deb tarbiya berardi. Hozir esa anavi olovchi bezori Yunoni eng qimmatli narsasini, ya'ni sehrli kitobini so'rayapti. Berasan, bo'lmasa yoqib yuboraman deydi. Kitobsiz Yuno qanday qilib ritsar bo'ladi? Bu degani orzular bilan xayrlashish degani-ku. Agar bermasa, Lili opa xavf ostida, lekin Yuno haqiqiy erkak. Kitobni ham bermayman, Lili opani ham xafa qildirib qo'ymayman deb turib oldi. Dushman buni quruq gap deb o'yladi, lekin Yuno birdan shartda egildi-yu orqadan Klaus paydo bo'lib o'zining po'lat sehri bilan dushmanni gumurlatib yer tishlatdi. Mana buni syurpriz deydilar. Mimoza esa darrov opa tuzukmisiz deb Lili opaga qaradi. Yuno esa yana bittasi bor, kalamushdek qochib ketishi kerak deb atrofni kuzata boshladi. Keyin esa Klausga qarab, siz nega qaytdingiz? Axir bizni tashlab ketmoqchi edingiz-ku deb hayron bo'ldi. Klaus garchi fe'li ters bo'lsa ham baribir mard yigitda. Mening burchim xalqni himoya qilish deb ko'ksiga urdi. Aslida Klaus boshidanoq shubhalangan ekan, nega dushmanlar bo'yvachcha Salimni emas, oddiy Yunoni nishonga olishgan. Qolaversa, Salimdek aslzoda birdaniga bu xaroba qishloqda kimga qiziqib qoldi? Klaus esa aytdi, men bu bemaza kartoshkani yeyolmadim. Salim esa uni maqtab yeb o'tiribdi. Bu g'alati-ku. Lili opani Salim deb o'ylab o'g'irlashgani esa hamma narsani fosh qildi. Bu ishda Salimning qo'li bor. Mimoza o'zining haqiqat gulini ishga solib, Salimni bulbuldek sayratib yubordi. Ma'lum bo'lishicha, bu erkatoy bola avval Yunoga yutqazib qo'yib, alamidan otasining puliga tayanib, Yunoni 4 yaproqli kitobini o'g'irlamoqchi bo'lgan ekan. Klaus esa Mimozani sehrli xaritasi yordamida yetib kelib, vaqtida yordamga ulgurdi. Yuno ularga chin dildan rahmat aytdi. Klaus Salimga qarab, o'chir ovozingni latta dedi va orqasidan qo'shib qo'ydi, sen shunaqa qo'rqoq va pastkash bo'lganing uchun ham Yunoga yutkazgansan. Keyin esa Yunoga qarab, burnini ko'tarib, baribir seni to'liq tan olmayman, xomtama bo'lma deb qo'ydi. Klassik Klaus. Klaus esa so'radi, xo'sh bu bezorlarni nima qilamiz? Yuno esa bag'ri kenglik qilib, agar qishlog'imizga qaytib qadam bosishmasa, ketaverishsin, men esa kechirdim dedi. Lekin Salim ahmoqda imkoniyatdan foydalanish o'rniga yana sehr ishlatmoqchi bo'ldi va shu payt Lili opa suv sehri bilan uni gumurlatib uchirib yubordi. Qolganlar buni ko'rib qo'rqqanidan dumini qisib qolishdi. Klaus hatto hayratlanib, opa siz ritsar bo'lishingiz kerak ekan, iste'dod vol bo'lyapti deb yubordi. Ular jinoyatchilarni poytaxtga olib ketishmoqchi bo'lishdi, lekin bittasi yetishmayotgandi. O'sha yetishmayotgan odam aslida sehrgarlar qirolining o'zi ekan. U qiyofasini o'zgartirib, hammasini chetdan kuzatib yurgan ekan. Juda ayyor. Qirol Oltin tongning yangi bolalaridan juda rozi bo'ldi. Yomon emas deb o'yladi. Shu payt yordamchi aloqaga chiqib, qirolim tezroq qayting, ish ko'payib ketdi, qayerlarda yuribsiz deb qoldi. Qishloqda esa bayram ruhoniyati va Lili opa va boshqalar sog'-omon qaytishganidan xursand. Klaus Mimozaga ming rahmat aytyapti. Olinglar, uyingizdagi his qiling, faqat kartoshka bor, lekin u juda mazali deb mehmon qildi. Klaus burnini jiyirib bo'lsa ham bir kartoshkani tatib ko'rdi va yomon emas-ku deb tan oldi. Ertasi kuni ertalab Yunolar Sardorga hisobot berishdi va sehrgarlar qiroli xizmati uchun ularga bitta yulduz sovg'a qildi. Zo'r natija. Klaus hayron bo'lib, biz nima qildik? O'zi shunchaki Salimni qo'riqladik-ku deb tursa, lekin kapitan William Wangga sirni ochdi. Salimning o'sha gullab qo'ygani butun Habs oilasining kirdikorlarini fosh qilibdi. Poraxo'rlik deysizmi, soxta hujjatlarmi, noqonuniy biznesmi, hammasi suv yuziga chiqdi. Kapitan Vanges buni oldindan bilib, ataylab shu uchtasini yuborgan ekan. Haqiqiy strateg u Yuno, Klaus va Mimosadan kelajakda katta narsalar kutyapti. Klaus ham ich-ichidan bu yangilar chakki emas deb tan oldi, lekin Vangesni ko'zi ko'proq Yunoda edi. Bu bolada gap ko'p. Tashqariga chiqqach, Klaus yana qattiqqo'lona rejimda yoqdi. Mening ko'zimga tik qarab, va'da ber va boshqa buyruqni buzmayman deb aytasan dedi. Bechora Yuno. Boshqa tomonda esa Magna yana qimorda bor butun yutkazib, ishtonigacha shilib ketishibdi. Oltin tong yulduz olgani qora buqani battar orqada qoldirdi.
chaqirdi. Asta buni eshitib, ichi kuyib yonib ketdi. Yo'q, men Yunoga yutkazmayman va yetib olishim kerak deb qo'ydi. Mark sehrgar ham qirolga xabar beraman deb kelsa, qirol allaqachon hamma narsadan xabardor va missiyaga kim borishini ham hal qilib qo'ygan ekan. Bu odam aniq daho. Voqeadan oldinroq chegarada yer qimillab, xuddi zilzila bo'lgandek hamma yoq titrab ketdi. Bir sayyoh nima bo'lyapti deb qarasa, yer tagidan bahaybat zindon, danjon chiqib kelyapti. Dahshatli manzara. Sehrgarlar qiroli buni darrov sezdi va reja tuzdi. Qora buqalar bazasida Luk yana janjal qilib yuribdi. Magna kel urushamiz, bo'lmasa pudingni yeb qo'yaman deb murojaat qilyapti. Magna esa rad etdi, chunki u hozir juda muhim ish bilan band. Astaning ustida o'tirib unga jonli gantel bo'lib beryapti. Mashg'ulotni qarang. Vanessa va Noelle qushga ism topamiz deb bosh qotirishyapti. Go'sh bo'lsa-da darrov singlim Marining ismini qo'yamiz deb turib oldi. Bu bola singlisidan boshqani o'ylamaydi. Magna esa o'zicha kurtoy nom topgandek bo'ldi va hammaga Magna olov tongi bo'lsin deydi. Noelle burnini chiyirib, "Fu, didingga qoyil qolmadim" deb u ismni rad etdi. Gardon bechora bo'lsa nimadirlar deb pichirlayapti-yu, lekin uni pashsha ham eshitmadi. Charmi bo'lsa qushga qarab tamshayib, "Buni semirtirib kabob qilsak zo'r bo'lardi-ya" deb o'tiribdi. Ajoyib. Oxir-oqibat Luk Nero deb qo'yamiz dedi. Qisqa va lo'nda. Nero degani bu qora degani, xuddi qushning rangidek. Bu ism unga yarashdi. Shu payt kapitan Yami Gruz kirib keldi va yangilikni bombasini hammaga aytib berdi. Yangi zindon topilibdi. Asta buni eshitib, "O'ra" deb sakradi-yu, keyin "O'zi nima bu?" deb so'radi. Magna esa peshonasiga urib, kallang bormi?" dedi-da va tushuntirishga tushdi. Zindon esa bu qadimgi maqbara, ichi to'la xazina va kuchli sehrli buyumlar. Lekin tekinga pishloq faqat qopqonda bo'ladi. U yerda shunaqa tuzoqlar borki, bitta noto'g'ri qadam bossang, tamom, game over bo'lasan. Shuning uchun u yerga faqat bizdek ritsarlar boradi. Xazinani o'g'irlardan asrash kerak. Yami jiddiy gapirdi. Bu safardagisi rostdan ham juda xavfli. Chunki zindon dushmanimiz Olmos qirolligining chegarasida joylashgan. Agar ular xazinani bizdan oldin olsa, katta muammo bo'ladi, chunki u yerdagi buyumlar davlatni yo'q qilishga yetadigan kuchga ega bo'lishi mumkin. Asta esa darrov "Men boraman, zo'r sehr o'rganib kelaman" deb otildi. Yami esa kulib, "Sen avval sehr nimaligini bilib ol. Senda esa sehrning o'zi yo'q-ku" deb ustidan kuldi, lekin baribir Astani tanladi. Chunki buni shaxsan sehrgarlarning qiroli o'zi buyurgan ekan. Omadni qarang. Bu xabar Astani shokka soldi. Og'zi ochilib qoldi. Magna esa boshini qashlab, "Bu bolada o'zi nima bor o'zi? Qirol buncha-bunga yopishib oldi" deb o'ylanib qoldi. Asta sababini tushunmasa ham ich-ichidan xursand. "Rahmat sizga qirol bobo" deb yuboray dedi. Noelle xonim ham boradilar. Yaminga borib dunyo ko'r, malikaga tajriba bo'ladi deb aytdi. Yami esa o'ylab qoldi. Bu bola bazada qolsa zerikkanidan hamma yoqni portlatib yuboradi. Yaxshirog'i uzoqroqqa ketsin. Gauchi bilan Gardon bechoralar chetda qolib ketdi. Xuddi o'yinchoqsiz qolgan boladek xafa. Finral esa darrov fijuv etib portalni ochdi. Magna esa Astaga "Bo'sh kelma ahmoq" deb dalda berdi. Gauchi darrov fursatdan foydalanib, "Kapitan, men ham singlimni ko'rib kelay" deb so'radi. Yami esa ko'zini olaytirib, "Agar joningdan to'ygan bo'lsang, bemalol" deb qisqa qildi. Finral portalni ochdi va u zindonga yaqin joyga tashladi. Yami esa "Tirik qaytsangiz zo'r ovqat qilib beraman" deb va'da berdi. Luk esa "Darrov ketdik" deb oldinga tushdi, chunki Finral u yerni ko'rmagani uchun to'g'ridan to'g'ri ichkariga tashlay olmasdi. Yaxshiyamki yaqin ekan. Asta bilan Noelle birinchi marta bu joyga kelgani uchun yuragi duk-duk urib turardi. Luk esa xuddi parkka kelgandek xursand. Shu payt Asta boshida nimadir og'irlik sezdi. Qarasaki, ana u qush Nero in qurib olibdi. Bazada Magna hali ham tinchimasdi. Nega aynan Asta deb bosh qotgan. Yami esa faylsufona qilib, "Sehrgarlar qiroli biz ko'rmagan narsani ko'radi. U g'alati odam" dedi. Yamining o'zi ham sog' emas-ku, birovni g'alati deganiga o'laymi. Zindonda esa ahvol chatoq. Noelle qorong'idan qo'rqib Astani orqasiga kleydek yopishib oldi. Birdan oyog'i chalkashib, gurs etib yiqildi-yu, qo'lidagi chiroq ham o'chib qoldi. Ana endi haqiqiy qora komediya. Ikkalasi qorong'ida "Sen aybdorsan, yo'q sen" deb g'ijillashib ketdi. Luk esa allaqachon sirli tugmani topib bosdi. Devor esa sekin ochildi. Qarshisida dahshatli manzara, suvlar oqib turgan ulkan yer osti saroyi paydo bo'ldi. Hammaning og'zi ochilib qoldi. Asta esa birinchi marta bunaqa fantezi arxitekturani ko'rib og'zi lang ochilib qoldi. Luk esa atrofga qarab, bu yerni sehr buzib tashlagan shekilli deb taxmin qildi. Ichkarida mana tashqaridan ko'ra 2 barobar kuchli edi. Noelle ham hayratda, "Bunaqa dahshat energiyani umrimda ko'rmaganman" deydi, lekin bizning Astachi u hech narsani sezmayapti, chunki unda sehrdan asar ham yo'q. Bechora hammada Wi-Fi ishlayapti, bu esa no signal bo'lib yuribdi. Alami ichida bu xayollar bilan hayot deb ketayotib, bexosdan tuzoqni bosib oldi va "Voy dod" deb qilichini sug'urdi-yu, otilgan toshni shartta chopib tashladi.
Noelle ko'zlaringga qaradi baqirdi, lekin Lukini chaqirib oldi va kel bu yerda qiziq narsa bor dedi-yu, Astani baq etib tuzoqqa itarib yubordi. Asta xuddi Tommy Jerry kabi u yoqdan bu yoqqa sakrab jonni saqlab qolish